qarang Anatoliy Yefremovich, qiziq bir voqeaga duch keldim. Ishga kelib bundoq qarasam, stolim ustida gullar. Yo'q, shunaqa deb. Ha, qiziq. Gullarni kim olib keldi ekan? Men qayerdan bilay? Siz nima deb o'ylaysiz? Qaydan bundan xabarim yo'q. Bilmaysiz? Yo'q. Nega bunaqa qarayapsiz? Nima sizningcha men olib kelmanmi bu supurgini? Nimaga unaqa deysiz? Axir bu juda chiroyli, ajoyib guldasta-ku. Ko'nglim sezib turibdi, buni sizdan boshqa hech kim olib kelmagan, lekin nimadir buni bo'yningizga olishga yuragingiz dov bermayapti. Halol odamdan shubhalanasiz. Nahotki men bo'lsam, yana kimga sizga guldastamish? Nima uchun? Sizningcha men guldasta sovg'a qilishlariga arzimayman? Nega arziysiz? Sizga sovg'a qilish mumkin. Nimaga hadeb yolg'on gapirasiz? Nega endi? Rostim, sizga guldasta olib kelganim yo'q. Nima men jinni bo'lmanmi? Gul olib kelib, kechirasiz. Men ishlashim kerak. Ishim qolib ketdi. Qanaqasi bu? Avvaliga gul olib kelib, keyin men olib kelmaganman deb haqorat qilganim yo'q. Men siz yo'q. Boshingizda qolsin. Yaxshimisiz, Lyudmila Prokofyevna? Yaxshimisiz? Bugun juda ochilib ketibsiz. Endi doim shunday ochilib yuraman.